kirdiler. Mana shu to'rtalar nevaralarni uylanish to'ylariga ham sarkorlik qilishlarini Allohdan tilayman. Mana qator bo'lib hammamiz o'tirib biz mana shu Haydar bobo, Nafasovlar sulolasi nevara chevaralari mana kelib mana bu yerga o'tiribdilar. Iloyo mana shu davramizga qatnashib o'tirgan hammamizni ham mana xuddi shunday Nafas boboni sulolalaridek hammamizni xonadonimiz mana shunday nevara chevaralar bilan to'lsin. Mana shu nevara chevaralarimizni baxtini ko'raylik, to'ylarini ko'raylik. Rais boss sizga ham katta rahmat, mana kechamizni chiroyli qilib olib o'tdingiz. Sizga ham katta rahmat. Mana kechamizga oziq-ovqat farzandlarga ham katta rahmat. Mana shu xonadon nomidan, qonun qarindoshlar nomidan mana sozandalarga ham katta rahmat. Yaxshi xizmat qildilar. Endi gapimsa gap ko'p. Ikki og'izgina so'zni Bozorovdan ham eshitaylikda, keyin Avliyolar afzali ul Mustafa xayrul bashar. Hamma loyiqlar ko'rib boshiga qildi tojzar. Ul shafiul muzlimun deb yod etarman har sahar. Qudrati birlan Alloh isoni yaratdi bebadar. Alovni İbrahim Halilga lolazor etgan Karim deya Allohni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni 124 ming o'tgan jamiki payg'ambarlarni, avliyo-i anbiyolarni diliga jon qilgan bobojolarga ta'zim qilib, O'rtoq Bozorovdan dil so'zlarni eshitamiz. Marhamat. Bu so'z bergani uchun rahmat. Mana hozir amakim xonadonida katta tantana, bu tantananing asosiy sababchilari mana bu uchun nevaralari, to'rtala nevaralarini sunat to'yiga yig'ilib o'tiribmiz. Mana shunday hammani mana shu yerga o'tirganlarni to'yiga ham xuddi shunday to'y bo'lsin, tomosha bo'lsin, hammani ham topganlari shu to'yga bersin. Mana shu yerga bizga bosh bo'lib bergan mana Haydar bobo Nafasov har doim bizga bosh bo'lib yursinlar. Shu haligi